Bugun challenge'imning ikkinchi kuni $100 sarmoyani Uzum marketdan noldan biznes boshlab 30 kun davomida $2000 qilish. Uzum marketda aynan shu futbolkani haftasiga 400 ta sotib 8 million so'm daromad qilyapti ekan. Kechagi analiz qilingan tovarlarga hammasiga strategiya tuzib chiqdim. Strategiyam davomida futbolka sotib bir haftada 4 million, bir oyda 16 million so'm daromad qilishni reja qildim. Krossovkadan esa bir haftada 1 million, bir oyda 4 million so'm daromad qilishni reja qildim. Agar 10 xil krossovka sotadigan bo'lsam, bir oyda 40 million so'm daromad. Endi bu tovarlarda sotuvchisi bilan qarzga kelishuv qilsam bo'ldi. Futbolka sotuvchisi bilan qarzga kelishuv qilish uchun yo'l oldim. Futbolkani bir oy davomida 1000 tadan oshiq sotishimga ko'zim yetar. Shu sababli sotuvchiga qo'rqmasdan taklifimni aytdim. Oborotimni tiklab olish uchun faqat bir oyga qarzga olishim va undan keyin faqat naqdga savdo qilishimni aytdim. Sotuvchiga taklifim ma'qul keldi va 10 million so'mgacha limit berdi. Yuklarni mashinaga yuklab, uyga ham yo'l oldim. Investor kerak deb OLXga e'lon joylagan Bobur ismli akamiz menga murojaat qildi. Telefon orqali va chat orqali Bobur akamizga pulni strategiyamni hammasini batafsil tushuntirib berdi. Bobur akamiz $4000 gacha investitsiya qilishini, ish yurishiga qarab yana ko'proq investitsiya qilishini aytdi. Qilgan mehnatimga yarasha videolarim kam prosmotr yayapti. Agar shu videoyim 3000 ta like yig'masa, challenge'imni to'xtataman. Shu bilan challenge'imning ikkinchi kuni ham o'z nihoyasiga yetdi. Menga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentarda o'z fikringizni qoldiring.